Assalomu alaykum. Biz uzoqdan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz mana bugun alhamdulillah Qarshi Karvon mol bozoridamiz. Xo'p, akalar eslatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 12-oktyabr hafta kuniga yakshanba 2025-yil sanasi bilan sizlarga mana shunday katta yirik shoxli mollarni ko'rsatib imkon boricha ona bola sigirlar, sog'om sigirlar, xudo xolasa inshaalloh mana shunaqa semental har xil variant buqalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Sizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Inshaalloh biz siz uchun yaxshi kontentlarni qilishda davom etamiz. Inshaalloh zo'r variant bo'ladi. Akalar, biz siz uchun mana shunday zo'r sharali mollarni topib qo'ydik. 3 ta ona bola, hammasi urg'ochi, sut variantga ham endi zo'r variant. Onasi bo'g'oz ekan. Balasi ham birinchi bolasi ham bo'g'oz ekan. Akamizdan apparatga tekshirtirilgan aka. Gap yo'q, apparatga tekshirtirilgan. Aka, bunisini 300'yamiz, realni 23,5 so'rayapti aka. 23,5 bo'lyapti. Birinchi bolasi. Ha, aka sigirni o'zini ona bola 46 so'rayapti. 46. Bir joyga 3'ovni 65 qilyapti. 3'ovni 65. Tekshirtirilgan apparatga 100%. 2 oylik bo'g'oz 100%. 2 oylik akamiz garantiya beradi. Tekshirtirib beramiz aka. Gap yo'q. Balachasini yakka o'zini 16 million so'rayapti aka. 16 million o'zi umumiy 75 bo'lsa beramiz ham. Nomerni qo'yavering aka. Bo'ldi, gap yo'q. 75 bo'lsa beramiz. Ha. Hozir men bitta orqalaridan ko'rsataman aka. Keyin nomerni olaman. Mana akamizdan mana bitta aylantiraylik aka. Rossiya, Qozog'iston o'g'illar salomlamu. Gap yo'q, akamiz Rossiya, Qozog'istonlik hamma joyda akalarimizga salom aytyaptilar. Ko'ringlar, yomon emas. Aka buni o'zini yakkiga qancha? 25 bo'lsa sotamiz deyaptilar. 23,5 savdosi bo'lib turibdi. 25 dan baland aka. Gap yo'q. Bo'ylarini ko'ryapmiz. 1.25 dan baland deyaptilar. Sharalin zot. Birinchi bolasi uni. Uni birinchi bolasi, ikkinchi bolasi o'zida, uchinchi bolasi qorinda. Sigirimizni ko'ryapmiz. Apparatga tekshirtirilgan. Apparatga 100% tekshirtirilgan. Bunga nima deymiz aka? Buni bo'g'ozligiga. Bo'g'ozligiga endi bundan bu qo'yganmiz, endi akaning apparat tekshirtirilmagan. Gap yo'q. Bo'g'ozligiga aniq emas, tekshirtirilmaganman deyaptilar, lekin qo'yilgan deyaptilar. Sigirimiz 2 oylik bo'g'ozlikka javob dedilar aka boya, mana ko'ringlar. Aka buni endi eshitdik, ma'lumotlarni sog'maymiz biz, faqat molga o'ziga beramiz deyaptilar. Go'sht yo'nalishiga deyaptilar. Aka buni o'zini yakkiga qancha deymiz? Yakka 20 bo'lsa beramiz. 20 bo'lsa beramiz. Ya kelishlar aka, 20 sal qimmat. Endi bunday mol qiladigan odam bo'ladimi? Saqlaydigan toza zotidan aka, chistasidan. Oppo mana sharalenni zo'ridan, xudo xolasa. Katta variant bor, to'xtal aka, chistaga. Aka bo'ldi, hammasi tushunarli. Bo'ladigan joy qanchaga beramiz? Ona balami? Hammasini uchovini bir. Uchovini 75 bo'lsa beramiz. 75 bo'lsa beramiz. Tushunarli. Aka 75 bo'lsa beramiz dedilar. Aka, kami bor-da aka. 100 million o'zi baho qo'yilibdi. 75 bo'lsa realni olaman deganlar, beraman deyaptilar aka. Firmadan bo'lsa buni sotmaydi urg'otsin aka, ko'paytiraman deydi. Tushunarli. Shu urg'otishdan so'raganlar bu aka. Gap yo'q. So'raganlarga zo'r variant, xudo xolasa, hozir akamizda buqalar ham bor. Hammasini birdan ko'rsatib o'taman. Inshaalloh semental buzoqlarni ham ko'rsatamiz. Xo'p, buni olish kerak. Akaning hozir nomerlarini qo'yamiz. Xudo xolasa, bunisiga ham, buqalarga ham hammasiga bitta variant qilib beramiz. Mana bu tarafda semental buqalar ham bor. Bak aka, to'g'ri semental. Hozir o'rta bir minutda YouTube'ga qo'yaylik. Mana aka holati 1.15 aka. 1.15 mana ko'ryapman. Novotrang jingalardan zotga zo'ridaman. Novotrang jingalak. 35 deyapmiz buni. 35 deyilyapti. Realni savdosi 27 million so'rayapti buni. 27 million joyda so'rayapti. Akalar mana orqalaridan ko'rinishi, orqalari to'rburchak. Dumma bog'laydigan deganman aka. Hozirdan keyin orqasi xudo xolasa dummaday bo'lib turadi. Qancha bu? 27 million. 27 ga yo'q. Yo'q aka, realni naslliga. Yo'q. Naslga. Kamroq bo'ladi. Barakat topas yo'q, bu kamroq bo'ladi. Aka, barakat topas bu o'zim xudo. 27 sementalgacha aka. Buni aka marbelat aka, bu semental aka, buni bahosi 38. 38 o gap yo'q. 1 million realni so'rayapti aka. 31 million realni savdosi bo'ladi. 4,5 oylik buzoqchamiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsa 1.40. O'lchagan. Oldi ham. Bu ham 1.25. Realni. Realni 1.25 o'lchangan ekan, 1.40 ga o'xshatdim, lekin adashibman, mana ko'ringlar. Gap yo'q. Terilar ancha cho'ziladigan variant, qancha kerak desa, xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Holatlarini ko'ring. Zo'r. Bo'ylari, uzunligi orqalaridan ko'rsatdik, bemalol ko'ryapmiz. Zo'r variant, xudo xolasa. Nomerni ayting, uchalasiga, hammasiga ko'ryapmiz. 90lik 427 427 292. 292. Bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa. 237 77 237 237 9992. 9992. Telefon qilasizlar. 60 ga like aka bosaveringlar aka. Gap yo'q. Gap yo'q. Salom aka. Hammadan bemalol, xudo xolasa akaga nomerlarini qo'ydik. Blogerlar yoki shu mollarni sotadi aka. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin aka. Ko'ryapmiz, u yerda 3 ta urg'ochini qo'ydik, ona bola hammasi. Mana bu yerda 2 ta zo'r buqachalarni qo'ydik, xudo xolasa. Zo'r gap yo'q. Xohlagancha topib beramiz deyaptilar. Inshaalloh chiroyli narxda qilib beradi. Surob chorvachi aka, bemalol obuna bo'lib ko'raveramiz aka. Savdoingizni bersin. Xo'p, endi buqalarni ko'rsataylik. Akamiz bilan yaxshi kontent qilib oldik. Endi yana buqalardan bir ozroq ko'rsatamiz, keyin inshaalloh sigirlar qatoriga o'tib ketamiz. Aka oldingizmi? Qanchaga? 15 million so'm aka. 15 million so'm. Baraka toping aka. Sog' bo'ling.
Xo'p, 15 million so'm mana buqachamiz ketibdi. Endi bu o'zimiz joydari, buqa emas, aytgancha bu tanachamiz, uzr, adashdim. Tanachamiz 15 million so'm bo'libdi. Mana bularni ko'rsataylik. Buqamiz. Mana ko'ringlar. Hormay, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? So'rab chorvachi aka. 22 million. Bozor nima qildi aka? Ikkalasi qaysi, bumi? Xo'p, ola bilan buni bir joyga 41 so'ralgan, berilmadi. 41 ga yo'q ikkalasi bir joyga. Yomon emas ekan buqamiz. Endi necha oylik? 1 ga to'lganmi? 1 ga to'lmagan. 10 oylik. Faqat bunichi, buni nima deymiz? Bir xil. 20,5 dan bir joyga yo'q. Buni endi yakkiga nima deymiz olani? 21 500 ming qolibdi-da, bunday qo'sh. 500 ming qolgan, xudo xolasa bu ham ketadi. Men orqalaridan hozir ko'rsatamiz. Buqalarni maxsus biz uchun so'raganlar uchun buni qo'yamiz, qaranglar. Zo'r gap bu. Hammasini badallari yaxshi. Bundan hozir 21 bo'lsa ikkalasi ham ketadi. 21 dan bo'lsa ketadi. 21 dan ikon bir joyga bo'lsa beraman deyaptilar. Dastavkasi nima deymiz? Dastavkasi bitib beramiz. Iloji bor. Dastavkalar ham qilib beramiz, xudo xolasa. Mana olasi ham bor, qop qorasi ham bor, xudo xolasa nomer qo'yamiz. 91lik 956 4548. Buqalar kerak bo'lsa, mana shunday chiroyli paroda inshaalloh telefon qilaverasizlar, xudo xolasa topib beraverasiz. Suqrab chorvachi aka. Savdoyingizni bersin bu. Mana bu tarafda. Bu taraflarni ham ko'rsataylik, mana ko'ringlar. Endi buqalar ko'p, hozir bitta navbat bilan ko'rsatib ketaveramiz. Hormay aka, yaxshimisiz? O'zini ham oling shu. Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz aka buni? Mana egasidan. Hop, aytdim. 30 dan kami bor. Xo'p, semental buqachamiz ekan, mana ko'ringlar. Semental deyaptilar. Endi men chang bo'lgani uchun buncha o'xshatmayman. Semental to'q qizil bo'ladi. Mana ukamizni o'zlari boqqanmisiz? Gap yo'q. Yem-yemishini o'zlari berib turganlar. Aka, bozor nima qildi buni? 48 so'rabdi aka. Xo'p, ikkita ekan akamizda. Mana bunisi bilan uni 48 so'rabdi. Yo'q, 48 ga yo'q. 48 ga yo'q. 50 bo'lsa sotadi. 50 bo'lsa ketadi. 25 dan bo'lsa ikamiz berib yuboraman deyaptilar aka. Endi bular necha oylik? 1 yoshga to'lgan. Yoshiga to'lgan, lekin hali 2 ga kirmagan, tish buzmagan. Xudo xolasa olgan odam bemalol o'zi qarab olaveradi. Buni izi bormi-yo'qmi aka, yana shundaylardan? Aka, hammasi o'zini yo'li, boyagi narxini tushib bera olamizmi? 25 dan. Realni gapiravering. Real. O'tib beriladi. Dastavkasi nima deymiz aka? Dastavkasi ham bor aka. Dastavkasi ham bor. Yana ham keladigan odam bilan gaplashasiz. Keladigan odam, telefon qiladigan odam bilan aka, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beradilar. Nomerlarini qo'yamiz bo'lsa. Aka, nomerni ayting. 77lik 112 6402. Bemalol telefon qilinglar, mana shu ukamizni o'zlari boqqan, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beradilar. Aka, savdoyingizni bersin. Xo'sh. Mana shu buqani ko'rsataylik. Assalomu alaykum. Zo'rsiz aka, charchagan sog'ligingiz. Ha, hammasini ko'ryapsiz. Xo'p, mana shuni ko'raylik endi mana. Hormay aka, yaxshimisiz? Nech pul bo'lyapti aka bu? 25 million kami bor. Nechi endi birdan o'tgan-a bu? 2 yoshlar bo'lib qolgan. 2 yoshlar bo'lib qolgan. Bozor nima qilyapti aka buni? 22. Yo'qmi 22 ga? 22 ga yo'q, 25 narx qo'yganlar. Orqalaridan ko'rsatamiz. Mana. Ko'ringlar. Oyog'iga nima bo'lgan aka? Ziyodasi. Ha, o'zini ziyodasi, hech qanaqa muammo yo'q. Sog'ligi hammasi yebish joyida molimizda. Bundan nechta bor? Bitta bormi hozir? Ha, bitta bor, ikkita qoldi, sotdik. Ikkita bor edi, bittasi sotilgan, mana bitta qolibdi, xudo xolasa. Yomon emas, ko'ryapmiz, bo'ylari, badallari yaxshi ekan. Bo'ylari 1.30 shu atrofda ekan, shu atrofda ekan, 2 yoshga to'lgan deyaptilar akamiz, xudo xolasa. Telefon qiladiganlar chiroyli narxda qilib beramiz aka. Mana 91. 91lik 563 563 25 50. 25 50 ol. Telefon qilinglar, xudo xolasa yaxshi narxda qilib beradi. Aka, savdoyingizni bersin. Xo'sh. Buni ham ko'raylik, mana qip-qizil. Jullari tarilgan. Mana shuni ko'rsaylik. Hormay aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Alaykum. Nech pul deyapmiz aka buni? Bu egasi 22 million deyapti. Egasi 22 million deyapti. Akamiz ushlab turgan ekanlar. Xudo xolasa ham tushib bersa kerak, egasi. Balkim tushib beradi deyaptilar. Bo'lmasa, baland gapirishda buqadan baland gapira olmayman lekin. Demak, tushunarli aka, o'zlariniki emas ekan, xudo xolasa biz boshqalarni ko'rsataveramiz. Aka, savdoyingizni bersin. Aka, sizdanmi bu? Nech pul deyapmiz aka buni? 35. Hozir keldimi? Xo'p, mana shu buqamiz 35 million deyilyapti. Mana ko'ringlar orqalaridan. Hozir kelibdilar aka. Bozor nima qildi aka buni? Hozir kelgan bo'lsangiz hali hech kim so'ramadi. Hozir kelganlar aka hali hech kim so'ramadi deyaptilar. Orqalaridan ko'rinishi, xudo xolasa baribir tushib beradilar. Endi aytilgan narxga sotilmaydi. Mana hozir bu yoqdan ko'rsataman.
Xo'p, akamiz zotini shu qozoq paroda shu atrofda deyaptilar. Endi aniqini xudo xolasa biladiganlar bo'lsa kommentariyada yozib ketamiz. Amonmas ekan. Xo'p, mana bu tarafdan ham ko'rsaylik. Aka, buni endi qayerdan olib kelyapmiz? Qarshini o'zi. Qarshini o'zidan, xudo xolasa. Qashqadaryo Qarshini o'zidan. Aka, nomer qoldiramizmi? Ha? Nomer qoldiramizmi? Xo'p, aka sotilib ketib qolishi mumkin deyaptilar. Yomon emas ekan, lekin parodasi o'z bo'ylari ham yaxshi ekan. Xo'p, boshqasini ko'raveraylik. Endi to'g'risi akalar baquvvatroq, kattaroq buqalarni ko'rsataylik. O'shalarni yoniga borib olay, inshaalloh ko'rsataveraman. Ha, ko'ringlar. Hormay aka, yaxshimisiz? Nech bilyapmiz aka buqani? 60 million deyiladi. Buqani zo'ri, bo'y basti ham joyida. 1.50 dan baland menimcha, mana ko'ringlar. Aka bilan solishtiraverasizlar bo'yini. Aka, bozor nima qildi endi buni? 58 50 million. 50 millionga yo'q, berilmagan. 60 million narx qo'yilgan. Xudo xolasa ko'ringlar, bo'y basti ham yaxshi ekan. Ha, ko'ringlar. Hozir orqalardan ko'rsatdik endi. Biz hammasini qolgan ma'lumotlarni akadan olaveramiz. Aka, endi buni hammasi o'zini o'ylab, qancha bo'lsa beramiz aka? Qanchaga ko'ngil uradi? O'sha narxga bera olaman deb aytganlar. Ha, u kishimi bu yoqda? Ha, hozir uzr, men bu kishidan so'rabman. Aka, realni qancha bo'lsa beramiz aka? Hozir 50 ga yo'q dedik. 55 ga akamiz narx qo'yganlar. 55 bo'lsa xudo xolasa beraman deyaptilar. Yomon emas ekan. Ko'ringlar, hammaga yoqyapti. Atrofida ancha odam aylanyapti. Aka, yoshi nechida buni? 3 yoshar buqachamiz. Hali yana 1 yil boqsa inshaalloh vobshe zo'r bo'lib ketadi. Go'sht yo'nalishiga ancha yaxshi bo'ladi. Mana. Aka bilan gaplashdik, nomer shartmas deyaptilar. Mana ko'ringlar, xudo xolasa bozorda sotaman deyaptilar. Mana bunisini ko'rsatdi. Ha, bo'pti mayli. 91lik 468 54 58. Bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa. Mana shunday buqa kerak bo'lsa, inshaalloh yaxshi narxlarda olsa bo'ladi. Qaysi qizil? Orqadagi ana shuni o'zi so'ramoqchi edim kimdan. Men orqada bog'lab qo'yilgani bor. Shu nomerga telefon qilaveramiz. Mana buqa kerak bo'lsa. Aka, buni yoshi nechida endi? Bu 2 yoshar buqamiz. Bu undan sal balandroq ham bo'ylari, mana ko'ringlar. Qizil rangi. Mana. Bu ham boyagi nomerga. Aka, qora buqani sherigi ekan. Bu bemalol telefon qilamiz. Ikkalasi ham bitta kishilik. Mana shuni ko'rsataylik. Uka, hormang, zo'rmisiz? Yuvosh buqa ekan-a, bir o'zingiz ushlab turibsiz. Buqamiz yuvosh ekan, yaxshi ekan, qaranglar, uzoqdan ko'rinishi. Bo'ylari keladigan bo'lsak, meni bo'yimga pashti barobar ekan, 1.60 atrofda ekan, mana yelkasidan hisoblasa. Orqalardan ko'rinish. Ko'ringlar mana. Zo'r ekan buqamiz. Xo'p, ko'raylik, uka bilan so'raylik. Uka, buni narxini qancha deyapsizlar? 50 million deyilyapti. Yoshi nechida buni? 2 yoshar buqamiz. Hali yoshgina ekan. 50 million deyilyapti. Bozor nima qildi? 45 ga yo'q. 45 millionga berilmagan mana shu buqamiz bo'ladi. Qaranglar, o'z bo'y basti ham hammasi joyida ekan. Xo'sh. Bunda nechta soni? Bitta olib chiqqansizmi? Bir dona dehqonchilik. Dehqonchilik uyda boqilgan buqalarimizdan. Nomer qoldiramiz sotishga. 88lik 700 0771 telefon qilamiz. Mana shuni 2 yoshar buqachamiz kimga kerak bo'lsa, yuvosh ekan. Bitta ukam o'zlari ushlab turibdilar. Buni oldin ko'rsatganimizda ikkita aka bir balo qilib tortib burlardan nima o'tkazib ushlab turishibdi. Tushunarli. Savdoyingizni bersin uka. Mana buqani ham ko'rsataylik. Shu bilan inshaalloh keyin urg'och tanachalarni ko'rsatishga o'tib ketamiz. Mashalloh, Allohumma barik. Buqani ko'rib turibmiz, yaxshi ekan. Hormay aka, zo'rmisiz? Charchamayapti. Nech bilyapsiz aka buqani? 45 so'rayapti. 45 so'rayapti. O'zingiz qancha narx qo'ydingiz? 50 million narx qo'yilgan. Akamiz 50 deyaptilar. Bozor 45 qilibdi. Men orqalaridan hozir ko'rsataman buqani. Mana ko'ringlar. Zo'r ekan. 45 million so'm endi bozor so'ragan. Yana ham 1-2 so'm qo'shgan odamga xudo xolasa olib borman bersalar kerak, dastavkalar bilan. Sotildimi? Qanchaga ketdi? 45 million. Gapi, akamiz sotdilar 45 millionga, biz videoga olamiz deguncha o'zi ketib qoldi. Aka, savdo baraka toping, mana sog' bo'ling. 45 millionga ketibdi. Qanchaga ketdi? 45 ga aka. Xo'sh bo'ldi. Ko'rib turibmiz, endi biz urg'och tanalarga o'tib ketaylik. Inshaalloh bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Urg'och tanachalarni ham siz uchun ko'rsataveramiz. Bemalol o'zlaringizga yoqqanini Qarshi Karom mol bozoridan olib savdolashsa bo'ladi.
Xo'p, akalar, urg'ochi tanalar yoniga boryapti. Mana endi mana shunday yonimizda mana shunday qop-qora angusga o'xshash paroda chiqib qoldi. Shuni ham bitta ko'rsataylik. Mana qaranglar aka. Qolchan nechi so'radi aka? 21 gacha bo'ldi mana. Narxi 21 gacha bo'libdi. O'zimiz qancha baho qo'yganmiz aka? Qancha baho qo'yganmiz endi? 25 baho qo'yamiz. 25 baho qo'yilgan, 21 ga bermadilar akamiz, bermaganlar. Ko'ringlar, orqalaridan namoz ko'rsataman. Yaxshi ekan, chiroyligini, Xudo xolasa hali bir 3 oydan o'tganmi deyman bu? 5 oylik ekan. 3 oydan o'tgan, shu 5 oylik. Holati yaxshi ekan. Parodasi yaxshi bo'lsa 3 oylik buqalarimdan shu atrofga shunday bo'lib qoladi. Buni izi bormi aka? Yana izi bor, Xudo xolasa. Mana shuni chiroylardan chiqarib beraveramiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa chiqarib beraveradilar. Bo'lmasa hozir nomerlarini qoldiramiz. Nomerni ayting qani? 97 310 3001. Bemalol telefon qilinglar. Biz sizlar uchun katta buqalarni ham hammasini bir tekis ko'rsatib o'tyapmiz. Inshaalloh zo'r narxlarda qilib berishadi. Savdolarini bersin. Biz mana bu tarafga endi urg'ochilar yoniga ketaveramiz. Ko'raverasizlar. Akalar, bizni chota yo'ldan ushlab olishyapti. Ko'ringlar, o'zimga ham yoqqani uchun mana shunday yosh buqachalarni ko'rsatyapman. 9 ta ekan. Mana ko'ringlar, orqalaridan ko'rinish, oldilaridan ham o'tib ko'rsataman. Endi quyoshga qarab qoldik, uzr. Imkoni yo'q, mana shunday bog'lab qo'ygan ekan. 9 ta chiroyli bir tekis buqachalarimiz. Mana qaranglar. Bu narx navosiga nima deymiz endi aka? Narx navosi 15 milliondan kami. 15 dan kami bor, mana qaranglar. Endi 15 million aytilishi, albatta tushirib beriladi. Mana orqa oldilarida mana shunaqa to'shlar bilan ko'raverasizlar. Hammasi yaxshi ekan. Endi buzoq hech qanaqa tish buzmagan. Mana. Bozor nima qilyapti endi bular? 13,5. 13,5 dan bir joyga ketdimi hali? So'radimi? Bir joyga 13,5 dan so'rabdi, yo'q ekan. 13,5 dan yo'q. Soni 9 ta ekan. Mana. Soni 9 ta ekan. Akamiz o'zlari mana shu yerdalar. Bemalol ko'rib, hozir mana shunday orqalaridan mana obzorlarini ko'raverasizlar. Endi qaranglar akalar, har xil suyutdan bor. Mana sementalga o'xshash parodalar bor, lekin to'g'risini aytayapman, semental emas. O'zimiz jaydar sigirlarning buqachalarimiz har xildan bor ekan. Mana shunaqa ko'rgan odam, lekin mana birinchi boshlagan semental deydi, uncha molni ajrata olmaydigan odam. Endi bemalol o'zlaringiz ko'rib olaverasizlar. Aka bo'ldi, tushunarli, hozir 9 ta ekan. Yana nechta topib bera olamiz? Xohlaganicha. 40 ta mol bor. 40 ta mana shunday buqachamiz bor. Hozir aka bo'ldi. Juda zo'r bo'ldi. 40 ta buqacha bor. Mana shunday buqachalar, Xudo xolasa. Aka bo'lmasa nomerni ayting, hammasi tushunarli. 70 120 09 99. Bemalol telefon qilinglar. Mana shunday 40 ta bor ekan, 49 ta ekan. Opshi topib beraveradilar. Gap yo'q. Akamiz cheklanmagan miqdor topib beraman deyaptilar. Gap yo'q. Nechta kerak bo'lsa, Tushunarli aka. Savdoyingizni bersin. Xo'sh, akalar, urg'ochilar yoniga kelamiz deguncha buqalar yonimizdan ko'p chiqib qolyapti. Qancha deyapmiz uka? 16 deyilyapti. Nima bunday qimmat aytyapti? Bozor nima qilyapti? Ha? Bozor qiynayapti? Gap yo'q. Ukamiz yoshida bozor qiynayapti ekan. Eng baland nechi qildi bozor? 14 ga bermadingizmi? Bekor qilsiz 14 ga berish kerak. Uka uchun bitta like bosib esdan chiqmasin. Xudo xolasa nomerlarini qoldiramiz. 14 deyaptilar. Aniq bilaman, Xudo xolasa 14 dan ham past beradilar. Nima dedi uka? Telefon qilgan odamga. Bo'ladi, 14 dan ham past beramiz deyaptilar. Chiroyli narxlar qilib beradilar. Bu qacha qop-qora ranglari necha oylik endi bu? Aniqni bilmaysiz. Aniqni bilmaydilar. Xudo xolasa telefon qilgan odamga Xudo xolasa to'liq ma'lumot beriladi. Nomerni ayting uka. 95lik 95lik 989 989 2011. Aka sizni hali biron marta qo'ygan. Ishonasizmi? qo'yingda. Oldingizmi? Qancha bo'ldi aka? 12. Baraka toping aka. G'uzordallar akamiz hali umuman qo'yganmi, bir kishi tergan yo'q deydilar. O'tgan safar qo'yamiz deganga aka sal yo'q, shart emas deb sal uyaluvdilar. Endi mana shunday o'zlari pichin gaplar qilyaptilar. Navruz. Xo'p. Mana shu urg'och tanalarimizdan. Urg'och tanachamiz savdosi bo'lyapti, prosta spont narx so'raymiz. Aka qancha savdo bo'lyapti endi? Qanchasiga savdosi bo'ldi? 11,5 ga bermayaptilar. 11,5 ga bermayaptilar. Mana shunday olib tanachamizni orqalaridan ko'ringlar. Akani bezovta qilmaymiz. To'g'ri savdo bo'lyapti. Sal odobsizlik deb bilaman. Men savdo bo'layotgan joyga sababi bizdim deb savdo qaytib ketishi mumkin. Shuning uchun shuni 12 million 700 ga bermayaptilar. 12 million 700 so'rayaptilar akamiz, bermayaptilar. Ko'ringlar. Akani tushunyapmiz. Endi hamma har xil sharoitda bani videoga olmadi dedilar. Biz to'g'ri tushunyapmiz. Buni iloji boricha kesib taylaymiz akamizlar. Bu endi buni qancha baho qo'yapsiz o'zingiz? 15 deb aytamiz. 15 deb aytilyapti. 12 million 700 ga bermayapti. Yo'q, 12 million 700 ga yo'q. Bittami?
bitta ekan, dehqonchilik, o'sha uchun nomer so'ramaymiz. Qaranglar orqalaridan tushunarli. Bu savdoyingiz bersin. Sog' bo'ling.